Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi intervyuimizni boshlaymiz. Bugungi intervyuimizda mehmon emas, bu o'zi ularning intervyusi. Men o'zim aytdim, bitta intervyu qilaylik siz bilan. Sizning obunachilaringizga juda ham qiziq ekan, sizning hayotingiz dedim. Abror aka, chiqing. Biz ko'rishib bo'lganmiz, endi shunaqa boshlanadi-yu, baribir boshlanishda, tipa ular kutmagan ham bo'ladilar, tipa keladilar, shunaqa o'xshash kerak. Assalomu alaykum. Charchayapsiz, salomat. Tanishtirib o'tirmayman. Bu yoq kishini o'zi hamma biladi. Men o'zim yomon ko'raman. Tanigan odam hadeb meni auditoriyasiga tanishtirursa, ana qanaqa stromli ko'rinadi. Biza bugun bularni yashayotgan uylari, ya'ni shu nima bu? Madrid Town. Bu qayerda joylashgan? Yakkasaroy Qoq markazida. Bu yoq qachon qurilgan? Men ko'rmagan ekanman bu yoqda. Ancha bo'lgan, 4-5 yil bo'lib qoldi. Примерно bu yoqda bir xonali, ikki xonali uylar necha pul? 100 ming atrofida. Sizniki necha xonali? Bizniki 2 xonali. 2 xonali, studiya qilgansiz. Oilangiz bilan, xotin bola chaqa bilan yashaysiz bo'pti. Shunaqa alohida. Ota-onam bilan uyimiz Chinozorda. Yo, chiroyli lokatsiya, mashinalar kam, tinch joy kam. Orqamizdagi mashinalar bularniki, meniki emas. Bittasi Genesis G90 yaqinda olganlar. Orqamizdagi o'sha eski Porsche eski Panamera. Bu ancha oldin olingan. Eski deb modelni eski demoqchi emasman. Ancha oldin olingan. Nimaga nomerlari bunda 3 ta A, bunda mamlaqa achu. Endi 3 ta nomer o'zi menda oldindan bo'lib kelganda, o'zi uni tarixi ham qiziqdi. Premier Motors degan asl proyekt olganmiz. Avtosalon o'sha yuritayotgan paytimizda o'sha BMW olganman, iX. O'sha paytdagi o'sha egasida, ya'ni rahbarida ham 3 ta nomer edi. Men qiziqib kelgan. Aka, men yana yordamlashib oling, mana shunaqa nomer olay deganman. Keyin mana shunaqa qilib o'xshab qolgan. Necha pulga tushgan? 5 ming. 5 ming. Hozir 7 millionga olsa bo'ladi. Ya, 3 tasini. 3 tani bo'lmaydi. 3 tani bo'lmaydi, ha. Ya, auksionga chiqmaydi bu. To'g'ri. Bunga baribir pul to'lanadi. 5 mingga yaqin to'lanadi. Shunaqa. Bunga nimaga olmadik? Endi buni o'zi yaqinda oldim. O'shanga hali bunga nomer taqishga ulgurmadim. Mana xolisi. Sizlarda zo'r variant bor. Kommentariyaga Geneski nima nomer olsinlar, yozib qoldiringlar. O'sha yerda bir yoqqani bo'lib qolsa o'zlariga oladilar, xudo xolasa. Nasib xudo xolasa. Narxi necha pulga bu tushdi sizga? Bu uni qimmat emas. Menga o'zi imенно shu eski kuzov yoqadi. Bu 2020 mi shunaqa, 9 midi. Menga 65 mingga tushdi bu. U Porsche endi qimmatroq sal. Porsche necha pul? U 100 mingga tushgan. O'xti. Mana shu yaqin kunlarda bildim, shu Porsche juda ham qimmat mashinalar chiqarib sotar ekan. Men arzon deb o'ylaganman, to'g'ri bilmaganman. Bo'lsa bir 80 ming bo'lsa kerak, yengisi deb o'ylardim, lekin unaqa emas ekan. Oddiy 911 ni ko'rayotgandim, o'zimga olmoqchi bo'lib qoldim qattandir. Narx-navozni ko'rsam, bitta avariya bo'lganini topdim Koreyada, o'shani narxi 240 ming. Shunaqa Porsche qimmat-da. O'sha qimmat ekan, bilmayman. Tegi qimmat mashina ekan. Agar shunaqa urovingga chiqqan insonlar bo'lsa, men Porsche maslahat beraman, Porsche olish kerak ekan. Gelikdan ham bir xil, почти bir xil. Shunaqa, endi noyob mashina. Noyob mashina ekan. Mana shunisiga qiziqqanman. Abror aka, endi qayerga boramiz, nima qilamiz? Xo'p, endi ofisga sharoitlarni ozgina ko'rsatib, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Qatdan soqqani ovozda. Ketdi. Bo'lmasa qaysi mashinada ketamiz? Qaysini tavsiya berasiz menga? Endi men bugun ateli mamlakat klassik kiyim oldim. Genesis menimcha. Farqiga siz ayting. Faqat orqada o'tirib ketaylik, yana o'zimizda. Orqada kibrlarni. Shu narsa yoqmaydi-da aka. O'zi menga ham yoqmaydi, lekin ateli shunaqa kiyib olib, bir orqada bugun ketaman deb. Kamron aka, siz-chi aka? O'zingiz olib borib qo'yasizmi? Orqada ketamiz, biznes klassda endi. O'zimiz katta odamlar deb his qilaylik bugun. Uy, eshigini kattaligini qaranglar. 2 metr. Orqada yurish uchun-da bu. Nimaga o'zi ikkita mashina? Xo'p, endi Porsche juda ham jo'stki. Ular bir-birini oilaviy, misol uchun kechqurun aylanishga chiqib qolishi mumkin. Bu takoy qo'pol qo'yayotganda ishlar va haydashga, ishlarga bu yoqqa misol uchun chiqib kelishga, mashinaga yumshoq sezasiz. Orqalar ancha keng. Misol uchun oilaviy yurishlarga ham, masalan, tog' bog'larga chiqaman desam zo'r. Porsche sal qiyinroq. Nimaga endi BYD olsangiz ham bo'lardi, nimaga Genesis? Endi Genesis eshak arava qo'ydasiz. Genesis. Ya, eshak arava, Genesis tasavvur qilyapsizlar. Endi aytmoqchi bo'lganim, Genesis baribir ko'chada ham anaqasi bor, misol uchun o'ziga yarasha hurmati bor mashina. Chiroyli, menga yoqadi. Chiroyli. Havas qilganman. Men o'zimga yoqadi. Ikkinchi mashinamni men ham Genesis qilgim kelyapti hozir. O'zi mana oilaviy dos, oilada boshqalarda yo'qmi mashina va sizlar? Yo'q, bor. Oilaviy deganda ota-onam misol uchun aylantirgan olib chiqishi mumkin. Mashinalar ko'p, akamda, ukamda, hammalikda bor. Nima mashinalar?
Akamda Kia K5, K5, aha. ukamda Malibu Premier. Ayolingizda ham bormi mashina? Yo'q. Ayolingizda yo'q. Uylanganlar, kstati. Farzandlar nechta? Bitta. Bitta. Bir O'g'il. yosh o'g'il, Xudo xolasa. Ismlari? 1 yoshga to'ladi, Abu Bakr. Mani ham farzand ismi Abu Bakr. Voh, Nimaga Abu Bakr qo'ygansiz? o'sha sahoba Abu Bakr Siddiq Maşallah ham biz ham xuddi shunaqa qilib qo'yganmiz, chunki bu ismni ham dadam tanlaganlar mani. Sizda shunaqa bo'lgan. O'zi shunaqa ekan, birinchi farzandni ota-onalar qo'yar ekan ismini. Qiz bo'lsa ham, o'g'il bo'lsa ham, bilmayman, shunaqa urf-odat emas-ku. Hurmat yuzasidan men ham ota-onamga aytganman, nima ism qo'ygili keladi. Birinchi, meni ham birinchi, sizda ham birinchi nevarami? Birinchi nevara. Birinchi, mendan ham birinchi nevara. Qo'yinglar o'zinglar degan, Abu Bakr qo'yinglar degan. Endi qizimnikini o'zim qo'ydim. O'zing qo'yib yubordi dedilar. Menga ham yoqqanki, o'zimga chiroyli ism. Biz hozir qayerga ketyapmiz? Ofiskami? Hozir ofisga boramiz. Ofisga boramiz, ha. O'zi mana shuncha mashinangiz bor, qimmat mashinalar. Mana shu o'zi sohangizda shuncha pul ko'tarsa bo'ladimi? Shundan ko'targanmisiz, Albatta, albatta bo'ladi esimda. Yo, boshqa Pro anaqalaringiz ham bormi? Nima deydi? Ishlaringiz bormi? Yo'q, bu narsalarni endi hozir qo'shganman. Qo'shimcha kichkina bizneslar, no asosiy daromadim qo'rqmasdan SMdan deb ayta olaman. Endi men bu bilan aytmoqchi emasman, shu daromad faqatgina SM sohasida deb. Misol, любой boshqa sohada ham xuddi shunaqa mashinalar bundan ancha yaxshiroqlarni ham olish mumkin. Misol, boya mana akamlarni aytdingiz. Akamda, ukam misol ularda ham bir 30-40 minglik mashinalar. Misol, ular ham o'zini sohalari orqali olishgan. Misol, akam ingliz tilida dars beradi. Просто ingliz tilida individual repetitorlar uyda o'qitadi. Lekin shunga qaramasdan shu sohani o'zidan o'zlari Kia GT-Line eng o'sha oxirgi pozitsiyasida. Lekin bitta tarafi bor. O'zlarining Instagram bloglari bor. O'sha Instagramda blog orqali o'quvchilar topadilar, o'qitadilar. Endi qatbi nima sohada ishlashdan qat'iy nazar, mana shu narsani hozir Instagram zamoni ko'rsatish kerak. Mana bu SMni qisman bilish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Bunaqa misollar aytaman sana juda ko'p. Aka, mana o'zimizning klientlar bor-da. Nigora Musokova misol uchun shaxsiy brend bo'yicha mijozimiz. Mana o'sha ular kelganlarida 3000 ta obunachilar bor edi. Endi ochiqchasiga aytaman, bu narsani o'zlari ham aytib chiqqanlar bloglarda, mashinalari, misol uchun shaxsiy klinikalari bu narsalar bo'lmagan. Endi avvalambor Alloh bizani shu xizmatimizni sabab chiqib qo'ygan. Shu orqali mana Instagramlarni yuritdik. Hozirgi paytda 180 ming yaqin obunachi. Shuni ketidan o'zlariga shaxsiy klinika ochdilar, shaxsiy mashina oldilar, BYD Champion. Misol, yolmasdik. 180 ming, 3 mingdan 180 ming ta bo'ldilar. 3000 ta obunachidan 180 mingga. Yaxshi, yaxshi. Pashti noldan-da, pashti nol. 1 yil ichida. 1 yil ichida. Zo'r. Ya'ni anaqa живой obunachi-da, bu giftsiz, yo'q, qanaqa konkurslarsiz o'tgan obunachilar. O'zi shunaqa obunachi yig'ishga hozir giftlar qo'shilish bilmadim, men nazarimda anaqa zo'r hisoblanmayapti. Shunaqa aktiv qanaqadir Instagram anaqasi o'zgarib qoladi. Profilingiz qanaqadir jonsiz bo'lib qoladi. Voy band deydi-yu, o'sha narsa bo'ladi. Ya'ni videolar hech kimga ko'rinmaydi. Masalan, men blogerman, meni bilmaydiganlar bo'lsa o'zini tanishtirib ketaman. Men Vayner blogerman. Vayner desanglar ham xafa bo'lmayman, bloger desanglar ham xafa bo'lmayman. Ko'plar xafa bo'ladi Vayner desa. Menda farqi yo'q. Endi shu kasbga kirganman, uyalmayman bu narsada. Boshlaganimga 2021-yil biz komanda bo'lganmiz. Keyin men Sahiv degan do'stim bilan chiqib, keyin mana 2 yil davomida o'zim profilimni ishlayapman, lekin meni obunachim shu paytgacha 319 mi, 318 mingta hozirgacha. Kamda, lekin men givga qatnashmaganman. Mayli deyman. Kam bo'lsa, zato живой bo'lsa, shu kuzatsin shuncha inson. Masalan, endi men bilmayman qaysi bloger unaqa, bilaman shu 6 million, 7 million, 3 million, 2 millionlik blogerlar bor. Bu stories prozmotri 40 ming, 50 ming, o'zini aktiv pas. U givga qo'shilgan profil bo'lar ekanda. Endi paytida ular ham bilmasdan qo'shilgan. Endi o'sha hamma tushunib yetyapti bu narsani. Qo'shilish kerak emas. Shundan ko'ra shu SMM mutaxassislariga profilni berib, bular o'zlariga analiz qiladi, qaysi payt nima qo'yish kerak, o'zlariga yozib beradi. Hamma narsasini xullas sizlarga tayyor qilib beradi, sizlar uni faqat qo'yib, ijro etib bersanglar bo'ldi. Shunaqaroq. Men shunaqaroq tushunaman. Xuddi shunaqa. Esan shunaqa narsa-ki, misol odamlar rasxod deb o'ylaydi-yu. U boshida to'g'ri rasxod qiladi, o'sha xizmatiga, boshqasiga pul to'laydi. U long term narsada ertaga 1 yildan keyin tayyor profil. O'zini o'zi ko'taradi. To'g'ri. O'zi oddiy sizni qanaqadir korxonada bo'lsak, korxonani buxgalteri bo'ladi, shunaqa ishchisi bo'ladi, operatori bo'ladi, yana balobati hammani o'zining ishi bor-da. Shu bu ham Instagram bitta biznes, inson o'zining biznesi, o'sha biznesda ichidagi insonlar bo'lishi kerak, yuritadigan, o'sha SMMni yuritadi, copywriter deydimi, nima, yozib beruvchilari, operator, videograf, hamma narsa bo'lishi kerak. Endi men ham sekin shunaqa narsaga o'tmoqchi bo'lyapman. Mana sizda hozir Instagram profilingizda o'zingizda ishchilar yuritadi. To'g'ri? Shunaqa bor ora soradi. Mana biz stories qo'ygandik.
nima savollar bering Abror akaga deb menga mana bolalarni o'zligi shu ishlar tashlab berishgan, nima savollar kelgan. Men hozir bir ikkitasini berib bo'ldim, yana beraman. Mana zo'r ekanda, bular vaqtini boshqasiga ishlatdi. Shu vaqtini oilasiga ishlatyaptilar-da. Oila bilan bot, bular o'rniga kimdir ish qilyapti. Hamma narsani yozib beryapti. U ham daromad topyapti, mana topyapman. O'shanga o'ylab qoldim. Endi mana o'zimga shunaqa narsa qilishim kerak. Mana shu Instagram qaysi qismlarini sizlarga o'xshagan insonlarga topshirib, shu yuritsa, men o'sha vaqtimni undan ko'ra boshqalarga sarf qilsam, manfaatliroq bo'lar ekan. Xuddi shunaqa. Mayli unda savollardan boshlaymiz. Bir ikkitasini berib bo'ldim. Birinchi mashinangizni so'radimmi? Yo'q. Nima mashina bo'lgan birinchi mashinangiz? Birinchi mashinam karantin paytida bo'lgan Nexia 3 Mokre asfalt. 705 nomerda yurardim. U ham o'sha u payt endi meni blogim bo'lmagan. O'sha SMM endi kirib kelgan karantinda bloglar ham chiqib kelgan. O'zi shu paytda bitada mana 5 ta loyiha bo'ldi. Bir 300-400 dollardan topardim, olardim. To'y har bitta loyihaga уже 1,5-2 ming dollar topolman. Где-то karantin 5-6 oy bo'lgan bo'lsa, prям uyda o'tirib ishlaganman. Sразу karantindan chiqib Nexia 3 olganman. U o'zingiz bo'lgansiz unda. Da. Kichkina jamoam bo'lmagan, agentstvam bo'lmagan, blogim bo'lmagan. Faqat Keyin nima mashina oldingiz? Hozirgacha o'zingiz nechta mashina haydadingiz? Ko'p. Nexia 3 Endi bitta narsani aytib qo'yaylik. Nima faqat mashina haqida gapiryapti desanglar, chunki bizani o'zi mentalitetimiz ko'pincha mashina yaxshi ko'radi. O'zi yoshlar, biz yoshmiz hali. Shuning uchun mashinalardan boshladik. Hali yana boshqa narsalar bor. Bu yana shoshib qolmanglar. Faqat mashina so'rayapti bu bola deb. Bir Nexia haydagansiz, Genesis bor, Gentra, Malibu haydaganman, i3 bo'lgan. Bilaman, i3. Keyin Porsche oldingiz, Genesis. 6 ta mashina. Zo'r. Menda shu 4 ta, 5 ta bo'ldi. Biza, kстати, bularda i3 bo'lardi 40 taligi, menda 35 talik bo'ladi. Shu payt bir xil paytliroq olgandik. Va bular oldiga kelganda so'radim, sizniki qanaqa varianti? Night Sport edi. Da. Qimmat edi. Shunda ko'rib, olsam, o'zi bitta narsani tushunib yetdim, mashina olsa eng oxirgi pozitsiyasini olish kerak ekan. Bir ikkita narsalar kam bo'lib qolsa, qolganlarni ko'rsangiz asabiysiz chiqar. Kerakli narsalar bo'lar ekan. Bir xil narsalar ataylar qilib qo'ygan. Abagrev sidenka, 360 kamera, kolonkalar, ayniqsa kolonka men juda ham qattiq e'tibor beraman. Akustika zo'r bo'lishi kerak. Manzil qarshi eshitish kerak. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Men shu paytgacha yoshni so'ramagan ekan. Endi so'rayman savolda. Yoshim 26 da. 98 hali endi tug'ilgan kuningiz bo'ladi menimcha. Nechinchida? Dekabr 20-da xudo xohlasa. 20-dekabr kuni Abror akani ashaddiy kuzatuvchilari bo'lsa, mana tabriklasak bo'ladi. Sovg'a yuborsanglar bo'ladi. Men ham 98 man, meniki 27 yosh, meniki o'tib qo'yadi, sizniki endi ekan. Endi 27 da. Yaxshi. Tak, keyingi savolga o'tamiz. Bu o'zimda bitta savolim bor edi hozir. Masalan, men ko'p davlatlarga chiqqanman. Qaysi davlatlarga borgansiz? Ko'p. Yevropada почти hammasiga, Dubay, Qozog'iston. Eng zo'ri siz uchun qaysi davlat borganlaringizdan? Eng yoqqani menga Shveysariya bilan Dubay bo'lgan. Hammaga shunaqa. Shveysariya bor. Palibon Yevropaga chiqqan insonlar Shveysariya. Nimaga? Men bormaganman hali. Men uchun eng zo'r davlat bu hozircha Baku bo'lib turibdi, Ozarbayjon. Lekin men Maldivga ham borgan, boshqa davlat hammasiga bor. Почти Yevropadan tashqari, Amerika, Yaponiyadan tashqari bor bo'lgan davlatlarim bor. Lekin bilmayman nimagadir menga Ozarbayjon, Baku juda ham boshqacha qolgan. Siz bitta Shveysariyaga boring, fikringiz umuman o'zgarib ketadi. Tog'larimi? Tog'lar ham emas, bitta gap bor-da. Mana O'zbekistonni 10 soat uyqusidan ko'ra Shveysariyadagi 3 soat uyqu bir xil bo'ladi. Toza havo, toza havo, qanaqadir energiya, vibe, sokinlik bor. Juda ham hamma yoq tinch. Ana bizda baribir suyeta, mana bu shaharda baqir-chaqir, signal, mashina, hamma yoq ovoz-ku. Bu yoqda maza qilasiz. Ana xotirjam bo'ladi odam. Voy, gollandskiy sigirlarni bo'ynidan shiqil to'shalari bor, eshitilib turadi eshitganda. Shu bilan Yevropaga chiqqan insonlar hammasi birinchi o'rinda Shveysariyani aytadi. Men xudo xolasa shunga borishga harakat qilaman. Oilaviy ham chiqasizmi dam olishga? O'zi oilaviyda. Ko'pincha oilaviymi? Yaqinda ham ayolim bilan o'sha Yevropaga chiqib keldik. Почти bir oy yaqin polniy mashinada sayohat qildik. Farzandingiz ham? Yo'q, farzandimni tashlab ketdim. Mana shu kichkina edi-yu. Ana shu narsa to'g'ri ekan. Nima yaqin oilam bilan bir paytdan bir oilam bilan chiqdim, tavba qildim. Boshqa oila anaqa bolam bilan chiqmas ekanman, chunki dam olgandek bo'lmaydi. Bola yugurib ketaveradi, tushib ketaveradi, uxlatmaydi. Yaqindan yana shu xatoni qildim. Men boshqa qilmayman dedim. Chiqsam faqat shu oilam bilan bolalarimni vaqtinchalik tashlab ketdim. Meni ham ota-onam, sizni ham ota-onangiz sizdan tashlab ketgan paytda, chet elga ketishganda. Bu narsa to'g'ri. Boyagidek bir yurakka oladigan mavzu emas. Tashlab ketish kerak. Ular ham katta bo'lganda o'zligi chiqadi yoki siz bilan qaysidir moment chiqib kelish mumkin. U narsaga to'g'ri qarash kerak. Shunaqa. Dam olishda o'tish to'g'ri. Misol uchun bu jonisi qarab turaman deb o'zi aytayotganmiz.
buvijonga bir lutfridan zo'r atir olinadi rahmatiga. Shikolatdan Va shikolatdan olib beriladi. Zo'r. Endi mana hozir ikkita mashinangiz bor ekan. Keyingi mashinani nima plan qilyapsiz? To'g'risi ochsa hali o'ylamadim. Nimadir olishni. No bo'lsa ham endi menimcha keyin Jeep olasiz shekilli. Sifat shu gelikmi? Oho. Agar nasib bo'lsa inshaalloh. Inshaalloh nasib bo'lsa hammamiz nasib bo'lsa gelik zo'r variant. Gelik bo'lmadi deb qolsak-chi, nimani o'ylaysiz? Agar gelikka pul yetmayapti, Nasib qilgani, men o'zi unaqa mashina bo'yicha juda ham kaprizli odam emasman. o'zi menimcha bitta katta mashina olasiz, o'zi to'xtatasiz shekilli. Mashallah, unaqa garaj qilib Yig'ishimiz olish kerak-a? Shu uylar. biznes qilib qo'yish. Biznes qilib Misol shu yaqinda ham menda imkoniyat bor edi. Mana shu Genesis olgungacha men pul bor edi-da. Mashina olaymikin, biznes qilsammikin deb rosa o'ylandim. Oxiri men biznesda to'xtaldim. Dubayga bordim-da. Dubay endi atir ishlab chiqarish bo'yicha nomer 1 ekan. Dunyoda 80% adashmasam atirlar Dubayda chiqar ekan. Minovoy brend. Ano Parij deb yozgani ham baribir o'shalar chiqadi. Da. Xuddi misol iPhone Xitoyda teriladi. Shunaqa Dubayda как бы yasalar ekan zamon. Sabab nima ekan? U kam arzonmi? Yo'q, unda emas. Hidlar va mahsulotlari menimcha o'sha yerda bor. Hamma narsa arzon, даже bizdan arzon. Siz atir biznes qildingizmi orada? Atir biznes, o'shani aytolman. Ha, aytib beringchi keyin. Dubayga bordim, har xil atirchilarning zavodlariga bordim, hammasidan takliflar, offerlar oldim. Yaxshi taklif bergan odam bilan meni o'zimni noyob hidimni yaratishim kerak edi. Faqat dedim, menga dunyoning milovoy eng kuchli brendlarini, probalarni berdi. Mashinaga yaqinroq hidlar qilib berasiz dedim. Men uchtasini tanlayman dedim. O'zbekistonga olib kelib, Toshkent City'da, parkda har bitta magazinlarga odamlarning oldiga kelib hidlatdik. Mana shu hidlardan qaysi biri sizlarga yoqadi? O'sha yerda apros qilib borib, eng zo'r, eng baland ball yiqqan 3 ta atirni shunga o'xshatib o'zimnikini noyob qilib chiqardim hidlarini. Qani u atirlar? Bor, xudo xolos ko'rsa, mashina turibdi. Sizlarmi? Bagajda sevib ko'ramiz. U как положено atir upakovkada, probnik emasdi mashina. Yo'q, rostakasi atir. Eshitdim, shu qana istoriyangizni ko'rgandim, sotish qanaqadir ko'rsatuvlarni ko'rdim, atir bilan bog'liq istoriyalar bo'ldi. Shunaqa yo'q, полноценный atir, o'zini korobkalari. Obunachilar u kim sotib olgan bo'lsa, odzifilan yozinglar, rostdan zo'rmi atirlari yo? Ekviga bo'lyaptimi? Meni atirimni sotib olgan odam ikkinchi marta sotib olyapti-da. Narxi nechi pul? Narxi $150. Arzon atir emas endi. Yo'q, normal $150 Chanel Blue olyapti-da, Chanel Blue bor voyga. Universal atir voy, любой erkak sepgan u atirni. Shunaqa, lekin bitta tarafdan meni atirim cheklangan-da. Kam. Bu nomer sotilmaydi. Atir 100 ta dona har bitta hididan. Limited edition variant bo'ladi. Misol uchun olgan odam nechinchidan raqamli bo'ladi. Ofis qayerda? Nest 1 da? Nest 1 da. O'sha ketamiz. Nest hozir qoron tushib qolmasidan oldin sizlarga tepada-yu, to'g'rimi? Shunaqa. No, aslida qorong'ida chiroyli ko'rinadi. Lekin qorong'ida quyosh kirishlari bilan botadi. Nimaga aynan Nest 1 bo'lgan? Endi Nest 1 birinchidan shahar markazida, ikkinchidan mana ishlash uchun atmosfera, bundoq oynada panoramnik qarasangiz, shahar ko'rinib turibdi, kompyuter zavq beradingizmi? Zavq beradi, albatta. Bundan oldin biz bilsangiz Rakat mahallada borganman, Xonadonda, uchastkada olgan. Uchastka qanaqadir bizani yengil qilib qo'ydi, komfort zona qilib qo'ydi. Uxlab olasiz. Anu shashliklar qilib tashlaymiz, o'tiramiz ochiq hovlida. Bekorchilik ko'payib ketib qoldi. Bolalarda ham o'zimda ham keyin bo'lmasa ekan dedim. O'ta topshirib yubordinglar? Topshirib yubordik. U ancha qimmatroq edi ham. Nest 1 yaxshi tanlov bo'lgan. Hamma kurtoylar chiqib Nest 1 da hozir. Shunaqa katta kompaniyalar networkingga juda zo'r. Misol mana shu Nest 1 ko'chib kelganimizga bir bo'lgan bo'lsa bir 5-6 oy bo'ldi. Uje 4 tami 5 ta loyiha oldik. Mana shu Nest 1 o'zidan. Shu networking orqali. Network orqali odamlar qo'shnilar bilan gaplashib, qo'shnilar bilan pastda yo'q. Xuddi shunaqa hammasini pul to'laydigan платежеспособный. Sizlar networking qilib turasizlar, bir kurs shunaqa narsalar bormi? Albatta. Yig'ilib turasiz, qanday obunachilaringiz yig'ib, nimadirlar bo'ladi. Bir yaqinda ham bo'ldi. Biznes tushlik qilib turaman. Hatto seminarlar qilib turaman, misol uchun. Mana shu networking ham juda kerakli anaqa ekan. Yig'ilish. Networking. Men to'g'risi bu networking deganda avval nimaligini tushunmasdim. Networking net internet bilan bog'liq bir nimadir deb o'ylagandim. U shunaqaroq gapiriladim, period bilmayman. Networking bu mana ijodiy hamkorlar bilan ko'rishib, fikrlarni alishish, yangicha g'oyalar qilish ekanda. Mana men sekin-sekin sizga o'xshagan insonlar oldida yurib o'rgandim. Networking nima va boshqa narsalar nima, u networking o'zi nimalar masalalar hal bo'ladi. Bu qiziq narsa ekan. Networking endi oddiy o'zbekchasiga tushuntiradigan bo'lsa, tanish bilish, gap yaxshi ma'nodagi tanish bilishlar. Misol networking bo'lsa, kerak bo'lsa diplom ochib bera olmaydigan eshiklarni ochib berar ekan. Tanish bilish baribir bizda O'zbekistonda tanish bilish degan narsa yaxshi. Shunaqa yaxshi. Tanish bilish orttirish
tanish bilish orttirish kerak ekan. Baribir ham qaysidir momentda sizga podдержка qilar ekan. Albatta, xuddi qaynota kabi. Qaynota ham bilasizmi, bir xil payt podдержка qo'yadi, ota qilolmagan narsani. Shunaqa. Keldik ofisga. Restorandamiz o'rtoqlar. Vashi, moylarni joyiga keldik. Hozir ofisdan chiqib, ofisdan avzoqchilarga ko'rsatib olamiz. Restoran shunaqanaqasi qonun qoidasi bo'ladi, kartochka bor ekanda, teg'izar ekan. Faqat shu o'zligiga shunday ishlaydi. Tushunadim. Begonalar kelib qolsa, klient kelib qolsa, kimdir chiroq orasiz ochiq qo'yib. Tushunadi. Faqat o'sha etajingizga ishlaydi. Nechinchi etajda bo'lsa ofisingiz? Ha, shu kartochka o'sha etajga ishlaydi. Yomon ekan shuni. Sizlarki 18-etajga chiqqanmiz hozir. Faqat bitish yoqmagan tarafdan 18 ga chiqib tushursangiz, boshingiz og'riydi. Ha, to'g'ri. Quloqingiz bitib qoladi, davliy yo'q. Lekin lift tez ekan. Lift tez chiqdik. sekundiga chiqadi. Voy. Xatga. Hop, yo'giramiz. Mana to'g'ri degan xona. Assalomu alaykum. 150. Qani? Endi Kim bormi? Bolalar bor xonada. O'zi men bilan zvonok deb o'ylaganman, bilmadim nega. Ha, bu sonat bo'lsa kerak. Yo'q, lift chaqirishgan ekan. Lift ham chaqirish mumkin. Yo'q, lift emas, lift bo'lsin. Ochinglar, keldik. Hojjon, hormatman. Alaykum assalom. Charchansizlar, ko'pchilar. Xo'p, bu ofisimiz. Mana Hormaylar, assalomu alaykum. Masini. bular o'sha bizning komanda, bolalar, televizor, ishxona, endi juda katta emas. Necha kvadrat bu? Yo'q, bir 45 mana shunaqa. Bo'ladi-da, kattasi ham shunaqa bo'lib ketib, muammo bo'ladi. Tozalashi bor, elektr energiyalari bor. Shunaqa. Chiroyli, uyutningki, o'zingizlar remont qilganmisizlar bu yerda yo'q? Yo'q, o'z remonti bilan kelgan. Tayyor remonti bilan kelgan. Bu yoqda o'sha общий komanda bilan ishlaydigan joyimizda, bu yoqda mana majlislar o'tkazamiz komanda bilan. Bir proyektlarni, loyihalarni gaplashamiz. Dars orada o'tib turamiz, misol uchun offline darslar bo'lsa. Mana bu nima? Core Digital bu agentsiyamizning nomi. No, asosan men agentsiyam o'zi brendini ko'tarmaganman, asosan o'zimning shaxsiy brendimni ko'tarish orqali klientni topamiz. Вот. Klientlarni ko'rsak bo'ladi mana bular. Mana как раз Abdurashid mana qilib o'tirgan ekan. Sonimiz kam. Abdurashid bizning shu agentsiyada eng katta mutaxassislardan bittasi, proyekt menejerlardan. Mana hozirgi paytda ham Haytown City o'sha Yunusoboddagi o'sha proyekt Mohamedda taraz shotda zavol beraman. Endi bular ishchi safi bo'lmaysizmi? Ishchi-ku, to'g'rimi? Ha, komanda. Komanda. Necha pul oylik olishadi bular? Shunaqa savolim bor edi. Ha, dada. Endi hammada har xil. Misol uchun harakatiga qarab, yaxshi anaqa ishlashiga qarab, misol uchun bolalarda qancha proyektlarni saqlab qolishsa, o'sha yerga jon berib ishlashsa, bolalar ham shuncha ko'proq men ham proyektlar olib beraman. Misol uchun Abdurashid zo'r ishlashadi. O'sha Hayton bilan mana ishlayotganimizga 1 yil oshdi. 1,5 yil bo'ldi. Misol haligacha ham klient rozi, uylari sotilyapti, yaxshi bo'lyapti. Pastdan men ham beraman. Yaqinda ham mana Barxan Residence degan turar joy bo'yicha proyekt berganmiz. Traderlar berdi, yana bir ikkita shunaqa katta loyihalar yurtamiz. Endi daromadga kelsa, endi o'zingizlar oyiga Men o'zim jamoam bor, daromad ikkita tomondan keladi. Ustozdan keladi, o'zimni komandamdan ham keladi. Chiqadi, qozon qaynatib turib musoqi yaxshi bo'ladi. Chiqadi. Qozon qaynaydi. Uni ichki masalliqlarchi? Ular qo'shilmoqda. Ha, bir qomat qadi masallar. Bor deganida. to'g'ri ishmi? Daromad etilmaydi, ko'z tegadi, shanchalik. Endi keling mana bunaqa aytamiz. Misol uchun mana bitta loyihadan bolalar misol uchun minimum $400 dan $500 olish mumkin. Bir vaqtda o'zida mana shunaqa loyihadan 5 ta ham 10 ta ham yuritish mumkin. O'zingizlar uchun hisob shuni yo'lda sizni xonangiz, a? Da, yo'lda mani xonam. Va mana bu vit qaranglar o'rtoqlar. Shunaqa ekan. Hamma probkalarni ko'rib o'tirasiz, qanaqa botdi. Oltidan keyin Yandexga kirib probkani ko'rishingiz shart emas ekan, ko'z oldida ko'rinar ekan. Bu yoqda mana Humo Arena, nari yoqda Magic City ko'ryapman. Men Toshkent hokimiyati, to'g'rimi? Shunaqa. Bu yoqda nimadir, buni bilmas ekanman. Ha, zo'r ekan lekin. Bu yoq suvga qarab ketdi. Shu ilhom berar ekan. Sizga tepadan turib, pastdagilarni qarab. Shunaqa klient egasi mana bu o'tiradi. Ha, bu yerda o'tirib, takoy joylashib, mana bu vidga qarab gaplashamiz. Svet yoqaveramiz, menimcha. Mana bu narsa ham qaysidir ma'noda bir shuna beradi-da, qo'y qarab, shu pulni topishim kerak. Mana bu yoq o'zi o'tirgan joyi. Yo'q, o'zi o'tiradigan joyi. Ha, mana topildi. Keyingi olinadigan mashinani mana qo'yib qo'yibdi eskizini. Rolls-Royce. Niyat qilganman mashinani ham. Bu bilan bog'liq juda ham zo'r istoriya bor-da o'zi. Haydaganmisiz? Haydaganman. Dubayda rent-karga $1,500 ga olganman bir kuniga. Aha. O'sha pulni o'ylamasdan to'laganman. Nimagaligini bir kunga. Bir kunga. Nimaga desangiz, men misol uchun mana orzu qilaman, niyat qilib qo'yaman. O'sha narsani
obязательно sinab ko'rishim kerak deymanda. To'g'ri. Haydab ko'rishim kerak, ushlab ko'rishim kerak deyman. Bir A3 olishdan oldin avtosalonga borganman-da. Prosta o'tirib ko'rganman. Menda ham xuddi shunaqa. Ayolim bilan borib o'tirib ko'rdim. Pulim yetmasa kerak. Shunday xolos nasib dedim, ketdim. Oradan 2-3 oy o'tib o'sha mashinani ololmadim. To'g'ri. Xuddi shunaqa bo'lgan. To'g'ri narsa, menda ham shunaqa bo'lgan. Biza yoshlarga meni chista fikrim, ko'plar mana biz ko'rishadi bularni, ko'rib, menda ham shunaqa bo'lsa degan so'z bilan ish bitmaydi-da, baribir ham. Harakat ham kerak. Men ham ko'raman bir ikkita muvaffaqiyatli insonlarni ko'rib, uni yurayotgan mashinasida yashayotganini ko'rib, shunaqa yashashim kerak, men ham harakat qilishim kerak deb qo'yaman. Harakat qilmasak bo'lmaydi baribir. Men ko'rib, shunaqa bo'lib ketaman, mana Xudo xolasa duomen qilib qo'ysak kamdan kam holatda ular narsa bo'ladi. Bu faqat harakat ham kerak. Sababini qilishimiz kerak. O'shanga yetarlicha motivatsiya bo'lishi kerak. Odam bitta o'sha orzusini ushlab ko'rgandan keyin dahshat ekan, u Shunaqa, to'g'ri. ko'rishimga erishishim kerak deysiz ekanda. Yoki o'shalardan borib ushlab ko'rib, keyin niyat qilish kerak, qattiq niyat, harakatdan boshish kerak. Bu qanaqa ekan haydab ko'rganingizda? Zo'r, inshaalloh. Karabilmi? Shu karabil. Inshaalloh yurganingiz ham bilinmaydi. Endi bemalol o'tib ko'rsataman. Bemalol, albatta. O'tirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ho? Yarashdimi ekan? Yarashdi. Qani? Qani qaravering kim? Choy. Nas Javob bermasmi? qanaqangiz yo'q? To'ladigan qizlar bo'ladi. Buxgalter nima derdi uni qiladi? Kotibalar yo'q, hali. Istachaxon qaravering deb. 100 ka bo'lganingiz sovg'a bo'lgan menimcha, bu obunachilaringizdan. Obunachiga chiqqanimda. Muborak bo'lsin. Men bu Dubaydan Porsche avtosalonidan olganman. Mishka ekan bu. Mishka bu. Porsche anaqa 911 aka. vuz qilib tarvolasiz, to'g'ri. Anaqa farolari ham yonadi uni, orqalari. Zo'r ekan. Nima bor yana qiziqarli narsalaringiz? Mana Harman Kardon, bu ham ofisga o'rda. Harman Kardon kolonkas. Kardonni o'ziniki. Buni bilgan biladi, Harman Kardon BMWda bo'ladi ko'pincha. U ko'pincha o'zi aslida BMWda. Men o'zimni yangi olgan BMW mana shu Harman Kardon bo'lsin deb olganman. O'sha kolonkasi lekin zo'r ekan. Bu ichida nimadir yonadi. Zo'r. Nima bor yana qiziqarli narsa? Mana bu nima korobka? Simptomlar, через прочь. Mana O'zbekiston gerbi bor. Ham прочь narsalar. Kompyuter endi bu. Ha, kompyuterda. Bu Prosta olganman. Video uchunda o'zi kompyuter ish qilinmaydi. O'zi aslida bolalar qiladi. Bular endi yaragani. Klassmi? Mana qilaman. Ora-ora. Vaqt kelsa misol mana shunday katta proyekt, misol uchun loyihani yuritishimizga qaramasdan o'zim shaxsan target yoqaman. Hamma proyektlarga. Mana Haytan City'larga o'zim mashina o'tib target yoqib o'tiraman. Eng katta olingan loyihangiz qaysi bo'lgan? Xo'p, eng katta loyiha deganda taniqlilik bo'yicha aytgan bo'lsangiz, Akfa, menimcha o'ylaymanchi. Akfani yuritganmiz. Flowers Garden yuritganmiz. Flowers Garden, bu ham Akfaniki. Ha, u ham o'sha Jahongirning tekshiruvini qiladi. Uni ham bir 2 yil yaqin yuritganmiz. Keyin Zafar Hoshimovlarga tegishli bo'lgan Tim universiteti. Uni yuritganmiz. U ham bir taxminan 2 yil yuritganman. Bu ham shu eng katta loyihalarimizdan bittasi. Eng katta olingan summa qaysi bo'lgan? Qaysi loyihadan olgansiz? Shunaqa savollar bor edi. Qaysi loyihadanligini aytolmayman-ku, lekin umumiy summasini aytishim mumkin. Misol uchun bo'ladi. 15 ming, 20 ming dollar. 15 ming, 20 ming dollar bu bir oygami? Yo'q. U qanchadir muddatlikni misol uchun oldindan to'lab qo'yadi. Bir 3-4 oylikni to'lab qo'ygan. 15 ming bo'lgan, ha? Eng kattasi. Shunaqa. Bu necha oylik bo'lgan shu? Bu adashmasam bizda bir 6 oylikmidi shunaqa edi. 6 oyligi 15. 6 oylik shunaqa edi. Bizda unaqa juda qimmat emas xizmatda. 2000, 3000 dollar. Normal ekan. Bu yoqda eng qizig'i 15 ming dollar bilan cho'ntaga ketadigan pul emas. Bu shunaqa. Ishchi bolalar bor. Targetlarni masalan mana shu 15 ming ichida yoqiladi, to'g'rimi? Bu yo'q. Targetga o'ziga chiqadi ekan. Alohida. 15 ming faqatgina bizning xizmatimiz. Ha. Xizmatlar. Bu bolalarga puli bor, arenda pul bor bu yoqda. Ham shunaqa. Bu arendami yo o'zi? Arenda necha pul esoyiga? 2000 dollar atrofida. Yaxshi, 2000 dollar. Sentrda. Shunaqa. Joy ham zo'r. O'zi mashinani qo'yib, lift ham tez ekan, tez qoladilar. Shunaqa. Kompyuteringizni bir yoqaylik, ko'raylik, o'zingizning proyektingiz ishlayman deyapsiz, lekin hech ishonmayapman shu narsaga. Ko'ramiz. Bu ancha oldin bu bir 3 oy oldin yongan kompyuterga o'xshab turibdi-da. Prosta chaqnayapmiz. Bu bo'shchilar bor menimcha. Bo'shchilar bor. Kelib tozalab ketishadi. Albatta, haftada 2 marta kelib ketishadi. Mana bir oynachasi bor ekan. Endi bu unaqa katta oyna ochish mumkin emas. Odam endi bu narsani tushib ketish mumkin. Har 3 oy 6 oyda Nestla'ning oynalari yuviladi. Men ko'rganman boyagi tepaga chiqib yuvishayotganlarni. Xuddi shunaqa. Mana nima bu? Mana bu yoqda targetlar, mana shunaqa ko'rinadi. Target birinchi marta ko'rib olmadim target qanaqa yoqilishi. Men telefonda yonishini ko'rganman-ku. Endi bu professional target, o'sha katta metani o'ziniki, meta qanaqa Facebookdan yoqiladi. Mana misol Haytan boya gaplashdik. Mana bitta lidlarga yoqilgan. Ya'ni bu nima degani? Misol klientlarni tayyor telefon raqami bizga kelib tushyapti. Ya'ni ularga. Mana hozir misol uchun mana shu oyga qarasak, 1dan 17-gacha
425 ta lead kelib tushgan. Ha. Telefon raqami. Aha. Ular telefon qiladi, uy sotadi. Aha. Misol uchun mana bu yoqda boshqa loyihalarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana 1 2 3 4 Aha. 5 6 7 8 9 10 xullas mana hozirgi Aha, kungacha ishlagan to'qson. loyihalarimiz ketaveradi pastga qarab. Har bittasini ichida 2-3 ta. Men bildim. Axlat 2242 mingta bo'lgan. Shunchalik bo'lgan prosmotrga. Ha. Prosmotrga. Endi u Ha. haytan bilas xitoyliklarniki ularga prosmotr juda muhim ekan. Ha. Tezda prosmotr bo'lishi. O'shaning uchun videolarga ham axlatlarga yoqib bering deyishadi har bittasiga. Tushunarli. Bu 242 mingta bu blogerlar profiliga olingan anaqa emas-da. Bu 242 mingta bu oddiy biznesda akkauntga olingan. Bu narsa yaxshi rezultat deyiladi. 242 mingta. O'zim bizda mana bunaqa tushuncha bo'lib qoldi-da. 1 million prosmotr bu blogerlarga kam bo'lib qoldi. Shunaqa. Endi ko'z oldingizga siz 1 millionta odam keltirsangiz, juda ham ko'p narsa. Shunaqa. 100 mingta masalan mana Humo Arenani olsak 18 mingta odam ketarmidi? 18 mingta odamni tasavvur qilsanglar, Humo Arena tushganlar ko'rgan sold out deydimi? Nima deydi? Sold out deydimi? To'lsa to'lida 18 mingta odam ketadi. Endi tasavvur qiling 242 mingta odam qancha? Bu ko'p narsa baribir. Juda ham ko'p. Misol uchun mana odamlar bilsangiz shukur qilmaydi. 10 ming obunachisi bo'lsa ham, misol uchun ko'proq qilish endi to'g'ri hamma intiladi. 10 ming obunachini o'zi ham agar ular maqsadli bo'lsa, mashinani o'zi bilan bilasizmi, nereально sotuvlar qilib tashlash. To'g'ri, 10 mingta ko'p narsa. Istiqlol sanoat saroyiga 4 mingta odam ketadi. Ha, mana shu gapdan bitta zo'r gapni esladim. Mana odamlar aytadi-yu, to'g'ri, qancha ko'p obunachim bo'lsin, shuncha ko'p daromad topaman. Ha, yo'q, unaqa emas. Unaqa emas lekin. Misol uchun mana misol obunachim qancha? 215 mingta obunachim bor. Lekin misol bir blogerlarda million, 2 million, 3 millionta misol uchun obunachi bo'lishi mumkin, to'g'ri. Yo'q, daromadi bo'lishi mumkin misolda. Bizda ham shunaqa blogerlar bor, 1,5 million, 2 million podpishchik bor, lekin daromadi unaqa katta ko'rmaydi. Chunki ular to'g'ri foydalana olmaydi o'sha insonlar bilan, qanaqa ishlashni bilmaydi. Buni ular o'sha narsalarni to'g'rilashga harakat qiladi. Shunaqa anaqalar ham bor-da. Xuddi shunaqa. Masalan, mijozlarimiz keladi, 10 ming tigina ming obunachi yig'ib beramiz, o'shani ketidan уже yaxshigina daromad qilishni boshlashadi. Masalan, men aytaman, hozir o'zim maqtamayapman, men просто aytaman. Meni 300 qancha mingta obuna, sraz ko'rsatib qo'ydi men. Reklama. Siznikida zo'rlik, qarang. siznikida. Mana 313 mingta, 318 yotgan. 313 mingta obunachim bor meni profilimda. Lekin Allohga shukr, milliondan o'tgan blogerlar bilan daromadim почти bir xil. Lekin podpishchik soni kam menda, lekin daromadim balkim ularda ko'proqdir. Shunaqa to'g'ri. Lekin kam emas. Shunisini bilaman, ko'z tegmasin loyim. Shukr qilaman shu narsaga. Nima sababdan desam, odam o'zini baribir ham yurish turishi, qanaqa obunachi bor. Mana bir xil blogerlar bor. Kerak emas obunachi juda ko'p. Yosh bolalar ko'payib ketgan bo'ladi. Unaqalar bilan qiyin-da. Maqsadli emas-da. Sondan ko'ra sifat muhim. To'ppa-to'g'ri. U bunaqa bularga masalan bularda klientlari bo'lsa, olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, boshida kam bo'lyapti degan narsa bo'lmasligi kerak-da. Zato yaxshi auditoriya kelyapti. Bundan foydalanib keyinchalik zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa. Abror aka, shu paytgacha nechta loyiha olgansizlar shu komandangiz bilan? Hop, 300 dan oshadi agar hammasini qo'shsak. Shu kungacha 300 dan oshiq. Hozirda nechtasi bilan davomiy bo'lyapti? Davomiy endi bir xil klientda o'zi bir martalik ishlaydi. Bir xil faqat dizayn, veb-sayt, target, ism, shaxsiy har xil bir martalik xizmatlar ham bor. Постоянный biz bilan ishlaydigan mana bu katta loyihalarimiz bor. Ular bir taxminan 30 ta 40 ta chiqadi. Ha, постоянный ishlaydiganlarda. Aynan shu katta loyihalar o'zi krupniy proyektlar doimiy ishlaydi. Endi hozir sizga savol bersam, oyligini va oyida qancha aylantirishingizni aytmaysiz menimcha, to'g'rimi? U endi 30-40 ming atrofida misol uchun. 30-40 ming sof foyda. Yaxshi. 26 yoshli bolaga zo'rda. Ha. Yaxshi-da 26 yosh bolaga 30-40 ming. Endi uyingizga bir 5 mingni berdingiz. 5 ming kayfga ishlatdingiz. Yo'q, 30. Bilaman, bu yerda hozir 30 ming bularniki emas. Bu talish kuchi bor, arenda bor, mashinalarga rasxodlar, bu ikkita mashina rasxodi ham palon pul, bu ikkala o'yin benzinda. Ana Porsche 40 ta ichsa kerak benzin. Ovozi baland ichadi. U ham normal edi jenesam. Ya to'g'ri, o'zi ko'p pul topgan insonda rasxodi ham ko'p bo'ladi. Shunaqa. Shu narsani men ham sezib qolganman oxirgi paytlar. Ko'p pul topasiz, xayolingizda, zo'r pul topdim deysiz, lekin rasxodi shu paytga tayyor bo'lib turgan bo'ladi. Shu bizda ham endi misol uchun ism sohasida daromad ham o'zgaruvchan. Misol uchun bir safar siz mana 5 ming topayotgan bo'lsangiz, keyingi oy 10 ming ham topishingiz mumkin. Yangi loyiha qo'shiladi, qaysi loyiha ketadi, qaysi loyiha o'zi qilib ketishni boshlaydi bu narsani. O'shaning uchun o'zgaruvchan.
To'g'ri. Misol uchun stabilniy dohod baribir 5-10 mingdan oshadi. Agar SNM yaxshi ishlasa. SMMni yoshlar o'rgansin, to'g'rimi? Yaxshi kasb. O'rgansa bo'ladi, albatta yaxshi kasb hammaga kerak kasb. Albatta. Shu boya ham aytdim, даже akam ham, ukam ham misol boshqa sohalarda ishlayotgan odamlarga ham baribir kerak bo'lyapti-da. To'g'ri. Kompyuter ko'raylik, deyman, xolis o'tirib olaylik. Mana konter bor ekan mana. Mana konter 2. Sen o'ynab turasizmi orada? O'ynab turamiz. Qani? Bu qanaqa man bu CS:GO'mi? CS:GO da. Qanaqa o'ynaysiz qani? Xo'p, endi CS:GO yoshlik ichida ham o'ynaydiganlar ko'p. Men ham o'ynab turaman baribir. Men bilyard o'ynayman bo'sh vaqtimda. Siz kontra o'ynar ekansiz. Endi hobbilar ko'p juda ham. Asli kontra o'ynab turaman bo'sh paytda, bilyarddan bir o'ynab turaman. Padel tennis o'ynayman. Ot minishga boraman. Otam zo'r. Sog'lig'iga foydasi. Qarab qaraysiz, hozir yoshlar ko'payib ketgan kontrchi bolalar, anaqa PUBG'chi bolalar, hozir trendga chiqyapti-yu bu kasb ham. Shunaqa, to'g'ri aytasiz. Endi misol uchun me'yorida o'ynasa, baribir zarari yo'q. Kimdirlar bilaman, misol uchun odamlar bor, mashina orqasidan haqiqatda uyiga 4 ta non ko'tarib kelayotganlar bor. Bor, non topayotganlar bor-da. Даже stream qotganlar ham katta pul topdi. Asosiysi endi bu narsani qimor bilan qo'shmasa bo'ldi. Bilsangiz, vaqtiga o'ynash, boshqa gaplar bor. Shunaqa emas, misol kibersport, bu ham bitta sport turi misol. To'g'ri. Ha, misol padesha qilaman. Yoshlar kelib oldimga Abror aka padesha qilinsa, mana shu sportda qatnashadiganlarni padesha qilishga tayyorman-da. Mana yoshlar bo'lsa, kuzatuvchi dasturni bilan obunachilar yosh kattalar, balki mendan o'tib qolib kuzatayotganlar bordir, yoshlar. Nima qilish kerak? Shunaqa qiziqsanglar, Abror aka yozinglar. Da, endi paddeshga bo'ladi. CS:GO aslında. CS:GO asosan o'ynayman. Endi misol uchun nimaga o'zi bunaqa yoshingiz katta bo'lsa ham kontrlar o'ynab turasizmi deyishingiz mumkin. Tabiiyki, obunachilar shunaqa savol paydo bo'lishi qanaqa aytsam bo'ladi. Men yoshligimda o'zi oilam juda ham stroyga qarashgan, jiddiy qarashgan men tarbiyaga. Ya'ni men bu yomon yo'lda kirib ketib qolmasin, o'yin kulga berilib ketmasin deb faqat o'qib bo'lgan. Kompyuterga kirsam meni urib olib chiqib ketishardi. Bizda ham shunaqa edi. Shunaqa, o'shandan keyin yoshligimdan qolib ketgan. Katta bo'lsam, xudo xolisa ertalabdan kechgacha o'ynayman degan narsa bo'lgan. Abiyda olib ketganiga qalbi travma. Abiyjin nima deydi? Shunaqa. O'sha narsa bor, lekin unaqacha kirib ketmayman. O'ynasam qancha? Bir haftada 1 marta, 2 marta, 3-4 soat. O'zi ana gap ham bor, yoningdan oqqan suvning qadri yo'q deydi-yu. Shunaqa. Mana masalan hozir bordi, lekin har kuni o'ynamaysiz-ku. Ya, shunaqa. Kechqurun bo'sh bo'lib qolganingizni solasiz. Da. Qanaqa voqealar bo'lmaganmi yoshligingizda shu bilan bog'liq olgani? Endi bir marta bo'lgan, shu sinfdoshlar bilan endi qanaqa aytsam bo'ladi bu narsani. Menda endi oilam o'zi oldin ham videolarni ko'p ketgan, unaqa juda ham moliyaviy bu oila bo'lmaganman-da. Bir xil paytlar misol uchun obedga pulim bo'lmay qolsa, boshqa bo'lib qolsa, men yo'lkalarni pulini kompyuterga ishlataverardim. Akaga o'sha olib borib qo'yadigan odamlardan yoki avtobus boshqasidan iltimos qilaman, tekinga chiqib ol yoki yarim yo'lgacha bo'lsa chiqib oling derdim-da, olib borib qo'yishardi. U pulni nima qilardi? Kompyuterga ishlataverardim. Menda ham bo'lganda, chunki bu narsa hamma yosh hozirgi mana 98miz, sizdan 98 hammasida bo'lgan bo'lishi mumkin. 97, 98 farqi yo'q. Menda qanaqa bo'lgan? Kompyuter o'ynayotgan paytim bolalar bilan darsdan qochib o'ynayapmiz. Bitta kimdir boshimga qarab bir soldi-da. Просто qarasan odamlar. Hamma o'rtoqning oldida meni urib, sudrab olib chiqib ketgan. O'sha kompyuterxonaga bormaydigan bo'lgan. O'rtoqlarim yuziga qarab kuladi. Oilalar. O'sha qo'rqib qolganman shunaqa narsa. Endi hozir bemalol o'ynasak bo'ladi. Oilaviy bo'lamiz. Alohida. Nima qilamiz endi bu yerdan chiqib? Xo'p, xatga boramiz. Endi ovqatlangan boshlagan bo'lar ekan. Mana shu gap qorong'ushdi lekin. Sal qorong'ushdi. Qani ko'ramiz. Muvaffaqiyatli insonlar qayerlarga borib ovqatlanadi? Ketdik. Biz afsuski Jengiz mashinasi bilan xayrlashib pochtaga ketar ekanmiz o'rtoqlar. Tungi Toshkentda endi hozir Dijda o'zlari haydab oladilar. Men bitta ko'ring-da. Aytasiz. Buni hech kim ishonmas ekanlar, faqat o'zlari haydar ekanlar. Biz hozir endi nima ovqatlanamiz? Zago yengilroq narsa yeymiz-da. Ko'ramiz endi, boya yetgan ko'ramiz. KFC? Ketdik. Qani? KFC urar ekanmiz. Qaranglar, sodda inson. Aytchi. Somsa bo'lsa ham yo'rardim men. Va hech farqi yo'q menga ham. Vo'na. Eshiklarni qaranglar. Poch degan yozuvlar ham yerga tushib turar ekan. Bo'pti, sog' bo'lasizlar. Chiqinglar o'tiradigan bu.
Joydaricha ujin bo'ldi bizda bugun. Menga yoqar shu ujin. Restoranga kirib o'tirib pul ketkazmaslikga tejashda emas gap. Vibe boshqa. Yoshlik vibe'ini beradi shu narsa, bilasizmi? Da. Yo'q, katta o'zida. Sizni oddiyroq his qilishda undagi endi biz hozir o'zimiz zo'rmiz demoqchi emasman, o'zi umuman. Kelib yoqamiz sizga. Ha. Menga yoqadi. Ko'p kelib turamiz. Bugun bizda mana shunaqa joydaricha Shunaqa. ujin bo'lyapti. Kapot bazm yoshlikni eslab, restoranga kirishga pulimiz bor-ku, to'g'rimi? Shu. Nechta hozir pulimiz bor? Endi naqd olib yurmayman, kartada bor. Ha, ko'rdingizmi? O'g'il bolani erkakni oldida pul bo'lishi kerak har doim. Yo'q, siz menga kartangizni ko'rdingizmi? Telefoningizda. Klikmi, paymi? Hop. Bunaqa katta pul olib yurmayman, PSP. 2 million, 2,5 million. Расход за oktyabr 35 million bo'pti ekan. Ha. O'shin. 2 bola 2 million. O'zi kunlik расходingiz qanaqa? Kunlik расходim deyarli menda yo'q. Misol uchun как сказать, unaqa ko'p emas-da. Ovqatimga sarflayman. Shu asosan. Ketsa qancha ketadi? Unaqa qimmat joylagan, man qormayman misol uchun. Menga yoqsa bo'ldi-da. Kvartasi. 100 ming ketadi, 150 ming ketadi ovqatlanishga maksimum. Benzin, mashina. Benzin bittada polniy bak pul qo'yaman, kerasiga ham. O'shanda bo'ldi. Bir hafta yuraman. Kuniga bo'lib tashlasak, men nechta ishlatasiz shunda? Kuniga. $50 bormi? Bor mancha. 600 ming, 500 ming. Menda ham shunaqaroq. 600 ming, 500 ming kunlik rasol o'zi o'g'il bolaniki. Shu standart. Men ham to'g'risi qimmat restoranga bormayman. Undan ko'ra o'sha pul restoran to'langan pulni uyimga olib kirsam, ancha men ham xuddi to'g'ri ish qilgan bo'laman, ha? Da, u mana shu narsa bilan hozir qornimiz to'yadi-da. Shunaqa. Restoranga borish kerak. Oilalarni misol uchun kechroq, ha, anaqa qilib chiqib qolishimiz mumkin. bayramlarda bir qanaqadir xotin bilan hozir moda bo'lgani, er xotindan oqadi. Nima deydi? Uchrashuv. Shunaqa. Farzand onaga tashladi, ota-onaga tashladi, o'zi takoy встреча qilishadi, ikkita yosh. Ota-ona bilan xuddi shunaqa. Ha, yoki ota-onalar bilan birgalikda. To'g'ri, shu narsa shunaqa bo'lishi kerak o'zi. Katta rasxoddan qo'yish kerak emas, pul topib olman ekanmi deb. Undan ko'ra ehson ham qilib turasizmi? O'zi so'ralmaydi bu narsa, endi qiziqib so'rayapman. Qilib turaman. Men buni ko'rsatmayman. Ko'rsatilmaydi, ya. Hozir. O'zi ehsoningiz qanaqa? Masjidlarga qilasizmi yokida insonlarga qilasizmi, qanaqa? Ko'p, misol uchun mana direktorda menga juda ko'p odamlar yozadi. Konkret misol uchun tashab turib mana menga yordam kelyapti, yordam kerak bo'lyapti. Bir xilla misol uchun pul so'ramaydi-da. Mana Abrorga pul kerak emas. Menga просто yo bilim tomonlama yordam bering yoki boshqa nima ish topib bering, qaysi joylashtirib qo'ying deydi. Ular holatda misol uchun qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Chunki o'zi harakat qilyapti deyman. To'g'ri. Ko'cha qo'ydi endi misol uchun 1-2 so'm yo'q. Qo'ldan chiqazda bu hisoblab hech aniq ko'rmaganman. Ehson qilish kerak-da, ehson yaxshi narsa, bunaqa barakani oshiradi inson. Shunaqa, men misol uchun men ehson qilayotganda bitta narsani doim o'ylayman. O'sha berayotgan pulim menga 100 barobar u qaytib kelishini bilaman-da. Bu не только ehson, bu ko'chadagi odamga qilinishi ham shart emas. Ko'pchilik meni adashtiradi. Bir xilla menga Instagramda yozishadi, mana ehsoningizni qilib qo'ying, hech bo'lmasa menga yordam bering deb turib o'ziga как бы ehsonni to'g'rilab oladi. Ehson oilaga ham qilsa bo'ladi. Bir oyga qilishda oilaga qilinishi mumkin. O'zi birinchi navbatda avval oilaga qilish kerak. Shaxsan meni fikrim. Keyin o'sha so'z kimgadir ortib qolsa, keyin qilish mumkin. Men eshitganman, birinchi oilaga qilish kerak, ikkinchi agar oilangiz sharoiti yaxshi bo'lsa, qo'shningizga qiling deb ham eshitdim. Shunaqa. Qo'shniga qattiq e'tibor berish kerak deyshadi. Shunaqa, xuddi shunaqa qilib turishimiz kerak. Men bitta videoni ko'rganman, bir muvaffaqiyatli insonni shu aytdim o'shani ham. Har kuni ertalab ehson qilar ekanlar. Nimadan bunaqa erishib ketdingiz? Bunaqa buncha boy davlatsiz, nima sababsi? Har kuni ertalab, prям har kuni ertalab uydan chiqsam, uyning yonida masjid bor ekan. 5 ming, 10 ming, 20 ming ehson qilar ekan. Mana shu deydi. Formula shu menda dedi. Shunaqa. Shu narsaga ehson qilishga o'tishimiz kerak. Yaxshi pul topayotgan akalarimiz bo'lsa. Tak, savol beramiz yana. Obunachilarimizdan kelgan savollar bor. 18 yoshli Abrorga nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'sha 18 yoshli Abror. Sho'x, kezgovchi, kompyuterchi. Agar 18 yoshimga qaytib qolganimda, uchrashganimda hozirgi holatim bilan aytgan bo'lardim, sabr qil degan bo'lardim. Hali seni kelajakda ko'p narsa kutyapti dedim. O'zi bilasizmi, odamlar nimaga mana harakat qilmaydi, bilasizmi? Nimadir qilishga, natijaga erishishga ishonmaydi.
Nimaga? O'ziga ishonmaydi. Kelajakda nimadir bo'lib ketishiga ishonmaydi. Baribir odamni nimadir yengillik qilaman, siz doim bahonalar chiqaveradi-yu. Miya o'zi topaveradi-da, uni misol uchun puli bor, uni ota-onasi padesha qilgan, u ertaroq boshlagan, mana shu narsani aldab qo'yadi. O'zi miya blok qilaveradi-da. To'g'ri, shu narsa bor lekin. Da, lekin kimdir oldingizga kelib turib, misol uchun, uka san rovni 1 yildan keyin mana shuncha pul topishni boshlaysan. Mana bu ish qilsang desa, odam o'sha narsani qiladi. 100% ay garantiyani ko'ra olsa, 3 oyda 100% erishasan desa qiladi o'sha narsani. Men 18 yoshli Abroga nima degan bo'lardim? Va garanga tushib qolma, sabr qil, oxirigacha bitta sohani usha. 1 yilmi, 2 yilmi, 5 yilmi, 6 yilmi mana shu oxirigacha qil, ko'rasan natija 100% bo'ladi. Bu narsani mana men ko'rdim. Ko'rasan degan bo'lardim. Sabr, hamma narsani baribir misol uchun to'g'ri, juda ko'p men bu muvaffaqiyatni o'rgatadigan motivator insonlar aytadi, sabr qilish kerak, harakat qilish kerak. No, sabr bu haqiqatda bor narsa. Hech qaysi men boyi ko'rmagan, mana shu bir kunda boyib qolgan bo'lgan insonni. To'g'ri. Haqiqatda halol yo'l bilan boyigan bo'lsa, значит u sabr qilgan. Eng birinchi navbatda sabr qilgan. Mana men bilaman 17-18 yoshligimda yo'l topa olmaydi inson. Shunaqa periodu. Qaysi ish qilish bilmaysiz. Shunaqa ko'p. Qaraysiz Instagramda kimdir mana bunaqa pul topyapti, kimdir mana bunaqa hozir 18 yoshli bola shunaqa qarayapti Instagramda. Chunki Instagram bizlarni bir qanaqadir anaqamiz bo'lib qolganda, nima deydim? Zona komfort, hamma narsani shu yerda ko'ryapti, topolsak bo'ladigan joy bo'lib qoldi. Tan olish kerak. Mana 18 yoshli bola bizlarni kuzatayotgan bo'lsa, 17-18 yoshli, mana o'zingizning sohangiz, SMM sohasi. Nima deysiz shularga? O'tsinmi shu yo'lga yo yana ko'ngliga qarasinmi yoki bu kasb qiyinmi? Buni eplagan eplaydimi? Yo'q, kasb qiyinligida emas. Men aytaman, doim shu o'zingizga yoqqan narsani qilinglar deyman. Agar odam ishiga o'ziga yoqmasa, u foydasi yo'qda. Misol uchun narsa ham bor. Oldin ishlagan ishlarim bor. Misol ofitsiant bo'lganman, flyer tarqatib yurganman, menejer bo'lganman. No, ertalab ishga turayotganimda, yana turishim kerak edi. Ani xohlamasdan turasiz ertalab. O'zi shunaqa bo'ladi. Hozir emas deb qabul qilgansiz-da. Shunaqa, shuni yoqmaydi sizga o'sha ish. Hozir misol uchun men vaqt kelsa 6 da, vaqt kelsa 5 da turishim mumkin ishimga. Sizga maza qilib turaman. Maza qilib turaman, xohlab turaman. Hozir bugun chiqaman, o'zimni daromadini oshirish uchun chiqib ketolman deb bilaman-da. Agar mana shu narsani qalb kasbi deydi-ku, mana shu narsani ko'rayotgan bo'lsa, albatta maslahat beraman. Nima boya gap? Misol uchun daromad qilish, muvaffaqiyatga erishish bu faqatgina SMM emas, boshqa sohada ham qilish mumkin. Asosiysi o'shani oxirigacha ushasan, qilsan, ishonsan bo'ladi. Xo'p, endi bu ko'ryapti hozir 18 yoshli bola. Siz maslahat berasiz. Nimadan boshlasin? Sizni oldingizga kelsinmi yo kursinglar bormi yo nima bor? Qanaqadir o'quv darsligilar bormi? U inson o'rganish uchun u bola. Hozir siz aytasiz, qilsin. Bo'ldi, u aytadimi? Bo'ldi, menga shu kasb yoqadi. Nimadan boshlasin? Qanaqa qilsa? Kasb yoqsa, avvalambor o'ziga ustoz tanlasin. Imini menda o'qisin demayman. Misol uchun bu sohani o'rgatadigan insonlar juda ham ko'p. Hozir menda bo'lsin demayman. O'ziga yoqqan, o'zigimda qalban misol uchun har tarafga to'g'ri keladi, yaqin olsa, o'sha odam ushlasin, ustoz deb bilsin, hamma narsani unutsin deb bilamanni tashlasin, o'sha odamga shogirdlikka tushib oldida yursin. Kerak bo'lsa tekinga ishlab yursin. Mana komandamdagi hamma bolalar vaqt kelsa 6 oy, 7 oy tekinga yurishgan birga ish o'rganish uchun. Va hozir kelaman 4000, 5000 dollar daromad topishyapti-da. Mana shunaqa bo'lish kerak-da. Ya'ni faqatgina maqsadi hayotdan pul emas, nimadir o'rganing, rivojlaning, shaxsiy rivojlanish bo'lish kerak. Pul o'z vaqti bilan keladi o'zi. Bu narsa bo'lgandan keyin. Siz o'rganmoqchi bo'lsa, nima qilish kerak bo'ladi? Misol agar shaxsan meni misol uchun yaxshi ko'rib o'rganaman deyotgan bo'lsa, murojaat qilsa bo'ladi. Endi men Lyubov va men misol uchun o'rgata olmayman. Instagramda men ko'pincha yozaman. O'zingiz yozasiz? O'zim yozaman, o'zim javob berib o'tiraman. Kechqurun har doim kelaman, xotinim rosa urishadi deb shu narsa yo'q. Bo'ldi, bizga ishdan keyin ham vaqt ajrating, yana o'tiraman, kommentlarga, direktlarga javob berib o'tiraman. Bilmaydida. Kunduzda men ishda bo'laman, telefonga vaqtim bo'lmaydi. To'g'ri. Kechqurun uyga boraman-da, yotib, dam olib, direktga javob berib, голосовой tashlab o'tiraman. Tarixda yozsiz, значит, hammaga yozaman. Yozasiz, o'sha o'quvchi olgingiz kelsa, o'sha yerdan tanlab ham olasiz. Da shunaqa endi har doim qo'shila olmayman. Bu moment kerak, abrochi kursingiz bormi, o'qiyman desa, hozir kurs bormi? Bor, faqat hozir yopiq. Hozir yopiq. O'zingizlar vaqtinglar bor ochiladigan. Shunaqa bir yilda bir 2 marta, uzoq 3 marta ochilishi mumkin. O'zim istoriyalarda e'lon qilaman. O'sha paytda ulgurgan odam ulguradi. Hozir masalan mana shu yil bo'yicha necha marta bo'ldi? Bu yil bo'yicha 2 marta bo'ldi. Endi yana bitta bor. Yana bitta yil oxirida Ближайший niyat bor. Noyabr, dekabrmi? Noyabr, dekabrlarda niyat bor. Noyabr, dekabrgacha hatto bir SMM sohasini uchun o'rganib tursalar ham, internet orqali hozir oson bo'lib qolgan. YouTube'ga kirasiz yoki Google'ga yozasiz yoki ChatGPT'ga yozadilar. Hamma ma'lumot chiqadi. Faqat shu qisqacha bu sohani o'zi nimaligini o'rgansanglar, bu yog'iga darsni bular tortib, sen ola o'zim YouTube'da mana darslik joyladim. 8 ta bepul dars joyladim. Shu YouTube'da полный SMM 0 dan tushunib oladi. 100% o'sha 8 ta dars ko'rsa.
Yo'q, ketaveradi keyin. Men kursda qo'shimcha o'rganib ketaveradi. Pastda sulka qoldiramiz. Uchimizni ham Xohlasa. kirib, bemalol ko'rib, ozgina bo'lsa ham tushuncha olsa bo'ladi. Esda kasb o'zi nimadan iborat. Hammani o'zini qiziqishi bor-da. Meni qiziqishim shu yaqin insonlarning mashinasini tiklab ko'rish. Bu rubrika emas bu bir qanaqadan emas. O'zi tiklab ko'rsam bo'ladi mashinangizni. Ichida nimalar bor. Bemalol ikkalasini ham bemalol. Bagajdan boshlaylikmi? Qani? Usta. Buni qayerga tashlaysiz? Shuni. Menda. Qani uni knopkasi qaysi go'rda? Ha, ichida. Shamlik. Skafe. Oo. Mana kiyimingiz mana. Hozir kiyimlar. Ha, bu sportga, anaqa padel tennis o'ynashga bir borib turaman. Mana bu subwoofer a? Subwoofer. Mana shu o'zida chiqadi subwoofer. O'zida chiqadi. Evet, zapchastlarimiz bor ekan. Lattalar. Bu chang haydashga. Pilisos. Moy bor. Shuni svet yorib turgan aqolingiz, asli shuni. Mana videoga rasmga tushyapti o'sha. Bizani tanimaysiz. Tashlagan xo'p, salomat bo'ling. Muxlislar. Ha, bitta moy. Nima Nima bu? Shampun. Yaxshi salonni ko'ramiz endi. Juda Hatta Paris. Idiots. Keling. Chat me. And I'm not the episode. Bu nima bu? Bu anaqa. Образецкami bu? Ha. Sumka bor ekan, sumka nima bor ekan? Sumkangizni olib ochib ko'rsam bo'ladimi? bemalol. Sizlarnikimi? Ha, ha, mana bu yerda mana notebooklar, ish qurollari. Oybanchki. Orqa toza, hamma narsa oldida o'zi aslida. Ko'pincha narsa o'zi oldida bo'ladi. Qaranglar. Originalmi? Ha, original. Boya nechi pul dedi? Karton 2 million bor dedi. Abror aka. Oh. Bor ekan-ku mana shuncha yoningizda pul. O'zi boya hayron qoldim, 2 million ko'rsangiz. Boya boshqa katta summalarni gaplashyaptik dedim. Qanaqasi 2 million gardida yurish mumkin deyapman. Mana shu yerda ekanda. Bu endi qanday qo'rqmasdan bu yoqqa qo'yib qo'ygansiz? Mashina kinasida shaharda yuraman u. Babram apasini olib qo'ying. Endi bu yerda qancha? 10 mingcha boshi kerak. Sanamayman uni. To'g'ri kam emasmi? Kesasiz, babram. 98. 270. 270 Mada. Kartaga bilan mana yonlarda 10 ming bor ekan. Bu yerda shtativ, ha? Bey, mana buni olib qo'y, ko'zimda-yu va qo'limda turibdi ko'zlari. Bu yerda nima u? Ha, bu pravis. Bu nima? Klutchki mana pultiniki, Chexov. Ha, Chexov. Zakaz qoldirganman. Tak, men bu yerda anaqangizni ko'rdim, hozir shunga o'zidan so'raydi. Mana nima bu? U disk o'qiydi. Disklab qo'ysiz bo'ladi. CD kart nimadanlar qo'ysiz bo'ladi, fleshkalar tiqsiz bo'ladi. Hop, yo'q. Mana bu yerda atirlar ko'ryapmiz. Bu mashinani o'zini atiri, mashinaga sepadigan. Aha. Освежитель, свет. Abdurahmon. Mana shu sizlar atiringizmi? Bu o'zimnikida. Aura. O'zim brendim. Buni korobkalari bo'ladi. Korobkalari bor-da. Ham sepib ko'ramiz. 3 xil hidi bor. Bu endi o'zimga eng yoqadigani. Ana Louis Vuitton. O'sha endi aytmoqchi edim. Vuittonning hidi kelyapti. Injinationniki rangi ham shunaqaroq o'zi. Zo'r. Upakovkalari ham такой необычный, так og'irgina, mana buni o'zi ham ancha og'ir. Shunaqa maksimum premium mahsulotlar ishlatganman. Shishalarda ham, boshqasida ham. Saudiyada, Saudiya emas, o'sha Dubayda ishlab chiqarilgan. UAE yozilgan dubayskiy. Zo'r, shu narxi $150. Da. Bu 50 talik. 50 talik. Hozir yo'q, nalichida o'sha tugagan. Nalichida bor, kam qolgan lekin. Kam qolgan. Endi yana partiya zakaz qilasizlarmi? Uje boshqacha bo'lib chiqadi. Bundan chiqmaydi shu.
Ha, ko'rinishi boshqacha, hamma dizayni har xil. Ko'rinishi shunaqa bo'lishi mumkin, hidlari lekin boshqa chiqadi. Bu hidlardan bo'lmasligi mumkin. Bu чисто parfyummi yo tualetniy vodami? Yo'q, prям sepilani atir. Yo, ana jidkisini aytmoqchiman. Jidkisi Parfyum 35% moy qo'yilgan. Ha, Ya'ni ha, mana bitta o'zi yozib qo'ygan ekan-ku, 80% suv. Yog'i, nima bu? 80% vol deb yozilgan. volume anaqasi, mana bu 80% gacha to'ldirilgan. Ha. Yo, cho'tki ekan. Siz olganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, yoqqanmi atirlar yo'qmi? Biz ham xarid qilamiz yangi partiyasini xudo xolasa. Bo'ldi, aslida yo'q hech narsa. Yo'q, shu summani topib qoldik faqat. Ko'rdinglar, bekorga kovlamayman-da mashinani. Men qiziqaman, chunki meni og'aynilarim ham shunaqada, aldiydi-da, hech narsa yo'q deydi, bitta ochasiz. Zo'r narsalar topsa bo'ladi mashinadan. Endi oyliklar beraman, tez bizda misol uchun birinchi sanadan birinchi sanagacha degan narsa yo'q, oylik berishdi. Любой moment misol uchun bolalar kelib oylik so'rab qolishi mumkin. Endi любой moment deganda bizda misol uchun mana 15-da proyekt boshlandi, 15-da tugasa, 15-da oyligini beraman. O'shaning uchun oldinda mashinaga tashlab qo'yaman, kerakli payt bolalarga mashinaga tashlashni ana qiling, o'zgartiring. Videodan keyin tashlab qo'yaman. Abror aka, rahmat. Juda mazmunli, Sizga ham rahmat. qiziqarli o'tdi kunimiz. Sizlarga ham yoqdi degan umiddamiz. Endi meni ham oilam bor. Oilam oldiga ketaman. Siz nima ish qilasiz hozir endi shu bilan? Sizni birinchi tashlab mashinangizga men uyga o'tishim kerak, Chinozorga, ota-onam oldiga har kuni o'taman. Endi alohida yashaganim uchun haftada shu hatto 2 marta bo'lsa ham o'tib turaman. To'g'ri. Kichkina bir narsalar olib. To'g'ri. Biz endi yo'g'igacha bormaymiz. Sabab chunki bizda faqat Abror akalik kunlik anaqasini qilganmiz. Lekin atirga gap yo'q. Men har ham kelib yopsa qildi. Yoqdi, lekin qarashlarga qilasiz hozir. Yoqdi. Endi ofisingizda boya ko'rganda ko'zim tushganday bo'ldi korobkaga, so'ralmadim, lekin xolisi bor. Qisala bitta berib oling. Ikkitani olib kelavering, 2 xil hidida. Mana shunaqa bo'lish kerak. Haqiqiy sinam ishlar shunday saxiy bo'lish kerak o'zi, do'stlar. Saxiylikda gap katta dedi. Bu qaysi boy sepganim qaysi edi bu? Boya sepganingiz mana bu. Elysium degani. Aha, bu Azure. Azur. Bu Mega Mario o'xshaydi, Orto Parisinikiga o'xshash ketadi. Menga hozir bitta bersangiz bo'ladi, menga qaysi hozir? Ham biz bor, ikkalasi ham zo'r. Hammasi zo'r bo'ladi, hammasi qadam olingan hidlar. Buni nima qilamiz? Buni men ukamga beraman desam, yo'q, mana bunday qilaylik. Bizlarni shuncha inson kuzatdi. Shunaqa. Sizda obunachilaringiz bor orasida, meniki ham bo'lib qolgandir balkim. O'shanga obunachilarga bitta bera olamizmi? Bera olamiz, пожалуйста. Qarang, mana bunday qilamiz unda. Jamni o'yin tashlamaymiz, kommentariy yozing, bir nima qiling, qilmaymiz. Mana ushbu vlog chiqadi YouTube'ga. Shu chiqqan kundan storyga repost qiladi hamma, sizda atvetka qilsin hamma. Abror akam profilini atvetka qilasizlar, storiesga repost qilasizlar. 24 soat ichida o'sha bitta stories tugaydi-yu o'zi. Shu 24 soat turadi. Abror aka o'zini ishchi xodim bolalaringlar bilan anaqa randomdan bunday o'tkazib, qo'l bilan tanlaydi. Shuni tanlaydi yoki mana bunaqa o'tkazib tanlanish bo'ladi. O'shanda halol hammasi chestli bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Mana shunday tarzda Abror akani shu Aura degan atirlarni yutib olishingiz mumkin. Agar yutib olsanglar, xudo 86-si nasib qilayotgan ekan. Sizga 87-si. Ha, bu nomerlik, 100 nomerli 100 ta dona ko'rasiz. Shunda hozir 20 nechtadir qolgan ekan sizda. Shunaqa. Shuning uchun harakat qilinglar, repost qilasizlar silkani YouTube'dagi. Bu yutib olsanglar bo'ladi. Rahmat. Zo'r bo'ldi, qiziqarli bo'ldi. Agar savollaringiz qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, Abror akam o'zi ham kommentariyada javob beradi. Instagramda, YouTube'da ham mana videolar orqali javob berib boramiz, xudo xolasa. Atir uchun rahmat. Charchamanglar. Attishi o'rsa. Yaxshi ekan rostdan ham. Hadi o'zi rostdan mangami? Rostdan. Avring. Ya, qaytarish kerakmi? Birinchi yoqada. Oling. Shunaqa o'ynaveramiz yana bitta. Bormi deb uchirmaganmi deysiz? Uchirmagan. Zo'r, yaxshi. Yaxshi oldingiz. Ya, o'zimga ekan, anaqa qilmaylar. Nima bitta. Atiga $150 hozir. Nima? Shuncha kun ertalabdan beri syomkada yurib, charchab ketdim mana. KFC bilan aldab qo'ydilar meni. Ya, hozir hammasi zo'r bo'ldi. Jaydarinskiy intervyu menga yoqdi. Bilmadim, endi bundan keyin balki shunday intervyu olib yursam ekan deb o'ylab qoldim. Qiziq ekan.